Девочки, bugun bizda yana bitta xursandchilik. Dvaynyashkalarimiz, uzoq kutilgan dvaynyashkalarimiz dunyoga keldi. Bugun shunaqangi xursandman. Mana endi bemalol yuzlarini ko'rsatib sizlarga qo'ysak bo'ladi. Bu mittivoylarimizni 9 oy davomida kuzatganmiz. Mana bu ekranlardagi Pumpushkamiz, это девочка, xon prinsessa xonimiz. Bu qizimiz dvaynyashkaga homilador bo'lganlar va bitta qiz, bitta o'g'il edi. Mana mashalloh Pumpushkani mana pisyulichkasini ko'rsatib qo'yibman va mana bu pahlavonimiz esa o'g'il bola. Вот, смотрите, Pumpushka bo'lib katta bo'lyapti ikkalovligisi va bugun mana xursand qilishdi. Bu mittivoylarimiz dunyoga kelibdi. Mana bu bulkalari. Смотрите, mana shunaqa ajoyib birin-ketin bizani xursand qiladigan yengilliklar Allohim izni bilan bizani sababchi qilib ko'payib bo'lsin. Вот, смотрите, ikkalasi alohida amyon